Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Tarix Omonatdir kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ham Turon xalqaro tashkilot nomidan desak ham bo'ladi. Bugun 9-may 2025-yil bahor. Mana barglar chiqib, Washingtondan keyin ozgina kech qolibroq bo'ladi bizda. 15-20 kun bir oy yashillik bahor boshlandi. 9-may Moskvada, Kremlda parad o'tkazyapti. O'rislar, o'ris davlati qahramonlik ko'rsatib, ulug' vatan g'alaba qildi degan. Hammasi yolg'on. Qilaveradi ular. Kuchli, qudratli davlatlar bugun nima qilsa qilyapti. Aslida ulug' vatan emas, birinchisini izohlaymiz. Ulug' vatan deydigan hech qanaqa xususiyati bo'lmagan yo'q. Ulug' vatan emas edi. Yovuzlik imperiyasi, qotillar, terroristlar, bosqinchilar, okupantlar, bosmachilar edi bular. Oqposos davrida ham qotil, bosmachi, terrorist bo'lgan, hozirgi vaqtda ham buni isbotlab o'zini din qardoshiga Ukrainaga nima qilib turibdi. Endi kelinglar, o'sha g'alaba kuni degan 9-may keling. Haqiqatda ikkinchi dunyo urushi o'sha kuni to'xtadi desak bo'ladi. %80-90% to'xtadi. O'sha Berlin o'sha egallandi. Nemislar, Alman nemis davlati, Sovet SSR davlati, qizil dunyoda yagona xudosizlar davlati edi. Bular nima qildi? Ikkovi ham bosqinchi, ikkovi ham shu urush sababchisi hech bir millatga, hech bir dinga, hech bir dunyodagi insoniyatga kerak bo'lmagan urush edi. Mana shu vahshiy yovuzlik kuchi qilgan sharmandali holatda nuqta qo'yilgan kun 9-may bo'lsa, 9-mayda hech biri g'alaba qildik, g'olib bo'ldik deyishga haqqi yo'q. Parad o'tkazishga, bayram qilishga ham haqqi yo'q. Nimaga? Chunki 50 million, 60 millionga yaqin yer yuzida insoniyat yostig'ini quritdi, yo'q qildi. Bolalar, ayollar, insonlar, uylanmagan yigitlar bordi. Bularning ichida qancha million Kavkazlik va O'rta Osiyolik qozoq, qirg'iz, o'zbek, tojik, turkman turklari bordi. Ha azizlar, turk dunyosini salmoqli katta qismi bu bosqinchi, sharafsiz, fashist, xudosizlar SSR davlatining qo'l ostida bo'lganligi uchun mana shu urushda qatnashishga majbur edi. Xo'sh, nima bo'ldi shunda desanglar, bu urushda mardonavor xizmat qilib, bu o'rislarni ham qutulishiga, xudosizlar Sovet davlatining qutulishiga, ikki fashistik yovuz davlatning ichida bitta tomonda turib jang qilgan bo'lsa, 17 kilometr qolgan Moskvani, Kremlda olib Stalinni hammasini yo'q qilib tashlashga nemislar kelyapti. O'sha vaqtda Zhukov va Voroshilovlar kirib, bormi bironta bir bekitgan diviziyangiz yo bironta ishongan narsangiz bu yoqqa kelib qoldi, yaqinda oladi, hamma yo'qolib ketadi deganda bir muloqot bo'ladi. Bu muloqotda Stalin aytadiki, Qozog'istonda Panfilev diviziyasi deydi. Panfilev diviziyasi deyilganman, O'zbek diviziyasi edi. Turkistonlik turklar, O'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, turkmanlar diviziyasi. %81% o'zbeklar, 17% qirg'izlar, 3% tojik, turkman, qoraqalpoq, uyg'ur, boshqa mana shu O'zbekistonni, O'rta Osiyoni, Turkistonni farzandlari edi. Bular deydi, qanaqa qilib deydi, shunday deydi, kelayotgan katta qudratli armiyani to'xtatib qoladi deb kuladi. Zhukov va Voroshilov kulganda ularda olib kelish ishini tezlashtiringlar, butun imkoniyatni beringlar va tezlik bilan yozuvchi shoirlariga amr qilinglar. Jaloliddin Manguberdiyni madh etib, Temurni madh etib, qahramonlarni madh etgan diniy, milliy haligi biz nashid deymiz, marslarni, qo'shiqlarni tezda kuylarga solib, she'rlar yozib, bularning ichida deydi, aytadiganlar yodlatib tashkil qilinsin deydi. Mana shunday qilib turib, bu olib kelingan qancha 100 ming kishilik o'sha Olmaota nima Qozog'istondagi o'sha turkistonliklar, o'zbek, qirg'iz va boshqa turkistonliklar diviziyasi kelib, qaqshatqich zarba berib, bir nimasi oldida vazifasini bajarayotgandek bular ish qilib, dushmanni uloqtirib tashlaydi. Bu narsa bekitilib kelindi. Ancha-muncha yerda hozir chiqyapti. Ya'ni tub burilishda Amerika aytadi, biz aralashdik deydi. Angliya aytadi, biz deydi. To'g'ri. Hammasi aralashgan to'g'ri. Bular tub burilish qilgani yordami katta. Bu urushda Yevropa davlatlarining 14tasini bosib olib qancha armiya to'plab qo'ygan Gitler. Endi bu Polshaga
39-yil sentyabrda kirib kelishda birinchi nemislardan oldin bu nimalar kirib keldi. Unda oldin Finlandiyani bosdi. Kelinglar, bu narsalar juda chiroyli tahlilchilar tahlil qildi. Chiqish qilgan fonlarimiz vatan ichi tashqarisida tushuntirdi. Meniki 2 daqiqalik qisqa narsa edi. 9-mayga atalgan. 9-may g'alaba kuni emas, parad, bayram qiladigan, tabriklaydigan, o'yin kulgi, muzika kuni emas. Bu kun motam kuni. Bu kun dunyoda ikkinchi marta bu yovuzlik imperiyasi yaramas kuchlar chiqib bunaqa ishlar qilmasligi uchun dars bo'ladigan, ibrat bo'ladigan xotira kuni. Axir o'ylaylar, qancha oilasidan, oilalardan bir insonni, qancha insonlarni yo'qotmagan insonlar Yevropada ham, o'ris yurtida ham, o'sha esingi Sovet ittifoqi degan la'nat xudoslar davlat territoriyasida, hududida, Kavkazda, musulmon Kavkaz va bu tomondagi O'rta Osiyodagi Turkiston deyilib atalgan yerdagi xalqimizni raqamlarda 500 ming o'ldi, 1 millionga yaqin ketdi, boshqa deyishyapti. Yolg'on bular. O'zi 250 ming, 300 ming Turkiston regioni tuzilgandi. Asirga tushgan boshqalardan saqlanib qolib, o'sha Vlasov armiyasi bilan nemislar tomonga o'tib ketganda, bizning dardimiz Turkiston. Biz Turkistonni ozod qilishimiz kerak deganda, keyinchalik Turkiston legioniga Gitlerchilar Germaniyasi ruxsat bergan. Biz bu yerda uramiz, sizlar bu yerdan Turkistonlarga tegmaymiz, bo'pti, ozod qilamiz. Shunaqa shartnoma qilib Turkiston regioni tuzilgan, lekin bu narsalar amalga oshmay qoldi. 250 ming, 300 mingga qadar odam chiqqandi. Bular hammasi o'ldirildi, yo'q qilindi, qirildi. Barbama sanedallar qochib kelib, Amerikaga kelib, o'tgan yil yana bitta oxirgi Turkiston regionini qahramoni Marg'ilonli odam olamdan o'tdi. Reportaj qilishga ham ulgurmadik. Ya'ni demoqchimanki, qatnashgan o'zbeklarni o'zi, endi biz o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman deymiz, turkistonliklarni o'zi millionlar edi. Bularni qaytmagani juda ko'pchilik, 500 ming emas, undan ham ko'p edi. Endi mana shunday motam kunini, xotira kuni qilib, bu kuni ibrati olam qilib dunyoga mana shu xotirada bu yovuzlikni tushuntirish o'rniga bular parad qildi, o'risniki qilib oldi. Haqqi yo'q buni qilishga. G'alaba kuni ulug' vatan degan narsa umuman yo'q. Ulug' vatan qanaqa vatan bo'lishini bilasizlar. Haqiqiy tarix ochilmayapti, ochilsa ham juda sekinliman bo'lyapti. Bo'layotgan vaziyatlar tushunasizlar. Zhirinovskiy degan o'lib ketdi, bir yahud o'rislarning siyosatchisi, politiki bor edi. O'zini oxirgi chiqishida aytganki, 30 million o'risni yostig'ini quritdi bu urush. Keragi yo'q edi. 45-yildan keyin 65-yilgacha hech qanaqa parad, g'alaba kuni degan bayram tabriklar o'tkazilmadi deb jon kuydirib gapirdi. Endi Zhirinovskiyning xatosi 30 million deb noto'g'ri gapirdi. Bu yerda Kavkazliklar, bu yerda O'rta Osiyoliklarni va Yevropadan qaytgan boshqalarni hisoblamadi. Unaqa emas, bitta 30 million o'ris o'lmagan. U bo'layotgan holatlar tarixchilarimiz hozir g'ayrat qilyapti, vatan ichi tashqarisida harakat qilib ochyapti, juda chiroyli eshittirishlar bo'lyapti. Omad tilaymiz ularga. Demak, 9-mayda bayram qilinmaydi, parad qilinmaydi, qisa qilib o'lib ketsin o'rislar. Lekin bu narsani tushunib yetgan farosati bor oddiy odamdan davlat mutasaddisigacha bo'lgan insonlar ham bu narsani bilib qo'yib qadam tashlash kerak degan orzulardamiz. Azizlar, shunday qilib yana bitta unumli narsani aytamiz. Turkiston matonatli qizlari ham bu jangda qatnashgan. Ikkinchi dunyo urushida. Ester la'nat Sovet qudoslar tomonidan turib nemislarga qarshi. Birinchi tankiviy diviziya emas, tankiviy ekipaj, 4 kishidan iborat bo'lgan tank ekipajini Turkiston qizlari, Turkiston qozoq millatiga, qozoq turki bo'lgan qizlari Qaragadandan chiqqan, Jamoliddin bittasi ismi, bu ishda jasorat ko'rsatgan 42-yildan 44-yilgacha. 44-yil, bundan 81 yil oldin dekabrda bular jangda vafot, halok bo'lishadi. Endi bularni o'sha uzoq yillar bekitib kelindi. Bularni to'g'risida ma'lumotlar kiritilmadi. O'zi tankiga olish ayollarni Amerikada ham, nemislarda ham dunyoda yo'q edi. 42-yildan keyingi holatlarni hisobga olib farmon chiqarib, Sovet udolsizlar davlati ayollarni olishni boshlagan. Bor yo'g'i 17 kishilik tank eskadriya o'sha ekipaj nimasi bo'lgan. Ular ham ba'zilari eri bilan,
boshqasi bilan bo'lishdan qo'ygan. Alohida ayollardan bo'lgan. Ekipaj shu Qozoq, Turkiston, turk musulmon qizlardan bo'lgan. Jasorat ko'rsatgan, lekin bironta kino ishlanmadi. Hujjatli film Wikipediyada ham yo'q. Hech bir yerda ko'rsatilmadi bu qahramon Turkiston qizlari. Mana shunday qizlarimizni bugun o'rganadigan filmlar qilib, sahnaga olib chiqib, muzeylarga, darsliklarga olib kiradigan vaqt keldi. Ha, o'sha vaqtda ham Turkiston qizlari jasorat ko'rsatdi. Yanglish yo'ldamidi, yanglish tomondamidi, boshqamidi, o'zlarini matonatni ko'rsata oldilar. Bularni surishtirib, ota-ona, opa-singil qandashroq kelib surishtirmasin deb butun urug' aybog'ini Sovet NKVDsi qirib, otib, chavib yo'q qilib tashladi. Mana sizlarga Sovet davlatini, O'ris imperiyasini jo'shtilab tuzgan SSR xudosilar davlatini, la'nati davlatni basharasi. Allohga omon to'ylar.